الصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Birodarlar, shu derazalarni hammasini ochib qo'ysak, havo kirishiga bir yaxshi sharoit bo'lar edi. Agar eshiklarni ochib qo'ysak, kun isib qoldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh taolaga beradigan hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu joyda Alloh taolo o'zini baytida siz bilan bizga jamlashishga nasib qildi va Allohning kalamini o'qishlikka o'rganishlikka Alloh taolo tavfiq berdi. Xuddi shunday bizni dunyoda jamlagandek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurida Firdavs jannatida birga bo'lishimizni nasib qilsin. Amin. O'tgan safargi suhbatimizda sizlar bilan Nuh alayhissalomning qissasini gaplashgan bo'ldik. Nuh alayhissalom qissasida mana u kishini qalbiga qanchalik shafqatli, qanchalik sabrli, qanchalik rahmli ekanligini ko'rdik. Nuh alayhissalom o'zining qavmini iymonsizligidan Alloh taolo vahiy orqali nomus qilgandan keyingina da'vatni to'xtatdi. Ungacha ana shu 950 yil umr ko'rgan bo'lsa, undan ana shu qismini o'zini qavmini da'vat qilishlikka, umrini da'vatga sarf qilgan bo'ldi. Faqat Alloh taolo tomonidan shu kungacha iymon keltirgan ulardan boshqa hech kim qavmidan iymon keltirmaydi degan mazmunda oyat nozil bo'lgandan keyin o'zini qavmini duoibat qildi. Nuh alayhissalom qissasidan oladigan xulosalarimizdan biri shuki, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini albatta boy qo'ymas ekan. Yoki albatta kambag'al qo'ymas ekan. Ya'ni insonlarning tushunchasidagi yaxshi hayot bu albatta to'kin soching farona hayot, yomon hayot bu ana shu qo'lini qisqa bo'lishligi, rizqini kalta bo'lishligi emas ekan. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga avvalambor iymon degan ne'matni beradi. Chunki siz bilan biz, ya'ni insonlar o'rganib qolgan o'lchov shuki, Alloh qaysi bandani yaxshi ko'rgan bo'lsa, zuvalasan katta qilib uzib qo'yadi degan tushunchamiz bor. Agar insonning hayotini, insonning qadrini zuvalasi bilan o'lchaydigan bo'lsak, Allohga umuman osiy bo'lgan, balki kofir bo'lgan, Allohga shirk keltirgan odamlarning dunyoviy hayoti mo'minlar bilan ba'zida ko'p bo'layotganligini, afzal bo'layotganligini ko'ryapmiz. Demak, insonning qadri u dunyo matosi bilan o'lchanmas ekan. Insonning hayoti, insonning qadri Alloh taolo tomoniga bo'lgan ibodati, taqvosi bilan, iymoni bilan o'lchanadi. Inshaalloh bu yerda o'tirganlarda hammasining narxi baland. Chunki Alloh taolo la ilaha illalloh degan kalimani berdi va mana shu kalima asosida yashashlikka izn berdi. Birodarlar, qadriga yetaylik bu narsani. Chunki qavmlar o'tgan ekan, 950 yil payg'ambar ichida bo'lib turib, qo'shnisi 900 yil payg'ambar bo'lib turib, otasi 900 yil payg'ambar bo'lib turib, la ilaha illalloh degan kalimani hatto farzandiga bermagan ekan. Ya'ni bizdagi ne'matning qadrini Alloh taolo shunday bir balat qildi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Va ista'azana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar men sizlarga bergan ne'matimni shukrni ado qilsanglar, men ne'matimni ziyoda qilib beraman. Davomida astagfirullah va la in kafartum inna azabi la shadid. Agar shu ne'matlarimni shukrni ado qilmasanglar, meni azobim qattiq bo'ladi marhamat qilgan. Alloh taolo shokir bandalardan qilsin. Mana bugungi qissa inshaalloh mana Nuh alayhissalomdan keyin yashab o'tgan Hud alayhissalomning qissasi bo'ladi. Hud alayhissalom. Alloh taolo yer yuzini suv bilan g'arq qilgandan keyin kemada Nuh alayhissalom bilan qolganlarni yer yuzida davomiy yashasdi. Va aytdik, ana shu kemaga eng oz rivoyatlarda 10 ta odam Nuh alayhissalom iymon keltirdi, ko'pida 80 ta odam deyiladi. Qaysinisi to'g'ri bo'lgan holida ham Alloh taolo faqat kemaga chiqqanlardan Nuh alayhissalomning zurriyatini ko'payishligini iroda qildi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi: "Va ja'alna zurriyatahum humul baqin." Faja'alna zurriyatahum humul baqin. Biz uning ana shu Nuhning zurriyatini boqiylardan qildik. Shuning uchun insoniyatning ikkinchi otasi Nuh alayhissalom deb aytiladi. Nuh alayhissalomning mana 3 o'g'li bo'lgan dedik: Som, Ham va Yafish. Mana bu qancha qismlarga bo'lganda arablar va Banu Isroil Som zurriyatidan va hokazo. Mana ana shu Somni Nuh alayhissalomning 3 ta farzandidan bittasi bo'lgan Somni zurriyatidan Hud alayhissalom mana dunyoga keldi. Hud alayhissalomning bir shajarasiga qaraydigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi.
Hud ibn Abdullah ibn Rabah ibn al-Jarud ibn al-Ad ibn Aws ibn Iram ibn Som ibn Nuh. Ya'ni Nuh alayhissalom Hud alayhissalomning 7-chi bobosi bo'lyapti. Ana bu insonlardan shu yillar 800-700 yil yashagani hisobga oladigan bo'lsak, o'rtada allaqancha vaqt o'tgan bo'ladi. Mana Nuh alayhissalomning qavmi Od qavmi deb mana Qur'onda zikr qilindi. Od qavmi mana yuqorida sajrasiga qaraydigan bo'lsak, Jarud ibn Od ibn Aws ibn Iram. Hud alayhissalomning qavmi Od qavmi ham deyiladi va Irom ham deyiladi. Irom zatul aymad deydi Alloh taolo. Od qavmi Ahqof degan joyda yashagan. Shuning uchun Qur'onda ana shunday bir sura karimaning nomi Ahqof deb nomlanadi. Ahqof degan so'zning ma'nosi qumdan iborat tepali, ya'ni qum tepali degan ma'noda. Bu Od qavmi yashagan, maskan tutgan joy hozirgi kundagi Yamanda Ommon va Hadramaut oralaridagi dengizga tutashgan joy, ya'ni Shihr deb nomlanadi. Astagfirullah va zikr axa Ali iz anzara qawmahu bil ahqaf. Mana shu Qur'onda Od qavmining birodarini eslanglar, albatta o'zini qavmini ana shu ahqofda ogohlantirgan edi. Od qavmi. Astagfirullah alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad deydi Alloh taolo. Ya'ni ulardek qavm qaytib yaralmadi deydi. Tarixda yashayotgan qavmlar ichida Od qavmiga o'xshaganini Alloh taolo qaytib yaratmadi deb aytadi. Ularda nimasi boshqalardan oshiqcha deydi. Nimasi bilan bu boshqalarga o'xshamadi. Od qavmi uy qurishlikda, sanoatda nihoyatda mohir bo'lishgan. Ularda o'zi yashaydigan joylari chodirlarida dengizda bo'lib yashaganligi uchun chodirda yashashar edi, lekin quvvat ko'pligidan, pulni ko'pligidan, bekorchilikning ko'pligidan tog'lar ustiga qasrlar qurishar edi. Ya'ni o'zi sohilda bo'lib yashashligiga qaramasdan, bu insonda pul yangi ketganligi, haddidan oshganligiga bir ishora. Ya'ni ba'zi bordi-yu, biroq terisiga sig'may qo'yganligini ko'ramiz. Yo gapirayotgan gapidan yoki bosayotgan qadamidan haddidan oshayotganligi ko'rinadi. Bu ana shu haligi semizlikni qo'y ko'tarib deymiz-ku. Bu qavm ana shu semizlikni ko'tara olmay qolgan. Agar soddaroq aytadigan bo'lsak. Od qavmi sanoatda, ana shu ishlab chiqarishlikda, uy qurishligida taraqqiyotga erishgan qavmdir. Hattoki Od qavmini yetgan darajasini ba'zi bir rivoyatlarda bir muborak endi albatta bu ko'chalaridagi g'ishlari bittasi kumush, bittasi oltin bo'lgan degan rivoyatlar ham bor ekan. Allohu a'lam. Ya'ni hozirgi kundagi shu 2 metrda pastda bo'lgan odamlarning g'ishini taxminan raqamini bilamiz. Endi shu bir 50 metr yoki 60 metr bo'lgan odamning g'ishini tasavvur qilaylik, shuni oltindan bo'lishligini va butun mahallaning g'ishi kumush yoki oltindan bo'lgan faraz qilaylik. Alloh taolo jamiki ne'matlarni Od qavmiga in'om qiladi. Lekin Od qavmi shukr qilishganida Allohga osilik qiladi. Shahar ko'chalari hatto keng bo'lgan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ya Alloh taolo. Ya'ni o'lkalarning ichida, xalqlarning ichida bundan qattiq bo'lmagan edi. Od qavmi arablar edi. Od qavmi arab bo'lgan. Va Hud alayhissalomning millati arab bo'lgan. Arab tilida gapirishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda Abu Zar G'iforiga aytadi: "Minhum arba min al-arab. Hud va Solih va Shuayb va nabiyyuka ya Abu Zar." Payg'ambarlardan 4tasi arab bo'lgan dedilar. Ya'ni biz bilamiz, payg'ambarlar arablardan faqat bitta payg'ambar chiqqan deb bilamiz. Shundaymi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda sahih hadis 4ta payg'ambar arab bo'lgan deydi. Hud, Solih, Shuayb va sizni payg'ambaringiz ey Abu Zar dedi. Mana shu o'rinda o'zgalar bir aniqlik qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ismoil alayhissalom mana payg'ambarimizni otasi hisoblanadigan bo'lsa, bobolaridan hisoblanadigan bo'lsa, arab bo'lgan emas. Kan'oniy bo'lgan. Lekin qayerdan payg'ambarimiz arab bo'lib qoldi? Ismoil alayhissalomgacha yashagan arablarni arab arida deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlarga aralashmagan toza arablar. Ismoil alayhissalomdan keyin arablar arab musta'riba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashgan arablar deyiladi. Mana Ismoil alayhissalomning otasi Ibrohim alayhissalom Hojar ona bilan go'zallik paytida Makka ga tashlab ketadi. U paytda mana Makkada hech narsa bo'lmaydi, tarixni yaxshi bilamiz.
Ka'batullohni o'rniga tashlab ketadi va Zamzam suvini Alloh taolo Hojar onaga mukofot qilib beradi. Mana eslasiz, Ibrohim alayhisalom Hojar onani ana shu o'zining bolasi bilan tashlab ketayotganda, subhanalloh, Ibrohim alayhisalomning hayoti boshdan oxirigacha ibrat. Bekorga Abul Anbiyo emas. Payg'ambarlikning darajasi belgilanganda Muhammad alayhisalomdan keyingi o'rinda egallagan kishi bu Ibrohim alayhisalom bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni Alloh taolo har xil imtihon bilan sinadi. O'zini qurbon qilganda, o'tkazganda hasbunalloh deb turaverdi. Oilani qurbon qilganda shetilganda ko'rgan Ismoil alayhisalomni Makkaga borib tashlaganda labbayk deb javob berdi. 85 shetilganda ko'rgan bolasini. U 3 ta qizdan keyin bitta o'g'il yoki 4 ta o'g'ildan keyin bitta qiz emas. Ana shu o'g'lini so'y deganda ham labbayk deb javob berdi. Va Ibrohim allazi vaffa dedi Alloh taolo. Bu vafo qilgan Ibrohim edi deydi. Alloh qanaqa imtihon berganini Ibrohim alayhisalom labbayk deb javob qildi. Inna hada lahu al-bala'ul mubin deb imtihonini. Bizni boshimizga har xil imtihon kelsa, boshimizga bir balo kelib qoldi, qiyinchilik kelib qoldi deb turib, o'zimizni o'lchayimiz bilan katta musibat keldi deb o'ylaymiz. Lekin Ibrohim alayhisalomning o'g'lining so'ygan degan buyrug'ini Alloh taolo aytdi, bu ochiq balo edi deb Alloh aytgan baloligini. Lekin shu imtihondan o'tgan. Ana shu o'g'lini Makkaga tashlab ketganda onasi bilan mana Zamzam suvini Alloh taolo ularga mukofot qilib berdi. Eslaylik, Ibrohim alayhisalom o'g'lini xotini bilan tashlab ketayotganda Hojar ona orqasidan otib oldi. Ibrohim tashlab ketasizmi shu yerga dedi. Erini payg'ambarligini yaxshi bilardi. Indamasa Ibrohim alayhisalom ketaverdi. Tashlab ketasizmi? 2 marta so'rab, 3-marta so'raganda, "Yo, Allohning buyrug'imi bu?" Hojar ona shunday so'raganda, Ibrohim halilloh ha, Allohning buyrug'i dedi. Shu o'rinda Hojar ona erkaklarga ibrat beradigan so'zni aytadi. Unda biz qoldik deydi. Izan lam yuzayyan Alloh. Alloh bizni zoya qilib, endi sharqqa qaytib ketadi. Payg'ambarda buni ayolan shunga loyiq. Mukofot qilib Alloh nima qildi? Zamzam suvini berdi. Ana shu Zamzam suvini so'tilganda mana Ismoil alayhisalomning arablarga aralashgan tarixi, arablarning asl vatani Yaman hisoblanadi. Yaman. Yamanda ana shu katta suv to'g'oni buzilib ketib, suv yo'q bo'lib qolganligi sababli bir qancha arab qabilalari Arab jazirasi bo'ylab suv qidirib yuradi. Hojar ona Ismoil alayhisalom bilan o'zining bola bilan ana shu Makkada Zamzamda suvni so'tirgan paytda Jurhum arab qabilalaridan Jurhum qabilasi kelib Hojar onadan izn so'rab mana shu joyda Makka shahri barpo bo'ladi. Mana arab qabilalari Ismoil alayhisalomga qadar mana Od qavmi, Samud, Jurhum, Umay, Madiyan, Qahton qabilalari. Bular aralashmagan, arida bo'lgan arablar. Ya'ni arablardan ham payg'ambar bo'lgan ekan. Bu sahih hadisda keladi. Ismoil alayhisalom mana shu Jurhum qabilasidan uylandi, shularga aralashdi, arablarning eng fasoqatli so'zlaydigan kishiga aylandi. Alloh taolo so'zladi. Muhammad alayhisalomga ana shu kalamdagi so'zdagi fasohati Ismoil alayhisalomdan hisoblanadi. Demak, Hud alayhisalomning millati nima ekan? Arab bo'lgan ekan. Minhum arba'a min al-arab. Hud va Solih va Shuayb va nabiyyuka ya Abubakar. Ulardan 4 ta arab bo'lgan payg'ambarlardan. Hud, Solih, Shuayb alayhisalom Musa alayhisalomga qaynota bo'lgan. Uni yerga gaplashamiz bilan inshaalloh. To'g'ridan keyin insoniyat mana kemani to'xtagan joyi Turkiyaning shimol janubida Shom tomonda ko'paydi. Shu joydan Arab jazirasiga, Falastinga va boshqa joylarga yoyildi. Od qavmi jaziraning janubiga yetdi. Ana shu yerga borib yashashgan. Odamlarning hammasi Hud alayhisalomning zamonigacha tavhidda bo'lishgan. Mana Hud alayhisalomni Nuh alayhisalomga olib boradigan bo'lsa shajarasini. Ibn Abdullah, Ibn Rabah, Ibn Jarud, Ibn As, Ibn Iron, Ibn Som, Ibn Nuh. Ya'ni 7-8 ta avlod almashyapti. O'rtacha 500 yildan bo'lgandan 4000 yilga boradi. 4000 yil odamlar nimada bo'lgan? Tavhidda bo'lgan. Alloh taolo payg'ambarni qachon yuborgan? Zino ko'payganini yubormagan ekan. Aroq ko'payganini yubormagan ekan. Shirk ko'payganini yuboradi. Chunki bu gunohlar gunoh kabira shubhasiz, lekin Alloh xohlasa kechiradigan gunoh.
Bir odamning benamoz bo'lishligi og'ir gunoh. Bir odamga harom tijorat qilayotganligi og'ir gunoh. Lekin shirk emas. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh shirkdan boshqa gunohni xohlagan bandasi uchun kechiradi deb marhamat qiladi Qur'onda. Zamonlarda kishi bilan shayton degan la'in Allohdan ilmaslikka xatogan edi. Yana vasvasa qildi. Ana Nuh alayhisolamning qissasida o'tdik. Shayton qanaqa qilib insonlarning hayotiga shirk olib kirdi. Bir dam gaplarida mana bu ibodat qilinglar degani yo'q. Nima qildi? Ana shu aytilgan 5 ta kishi, solih kishi. Ismini esdan chiqarmaslik uchun dedi. Wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala su'an wala yaghus wa yauq wa nasra. Shu 5 ta odam solih odamlar edi. Kelayotgan odamlarni esdan chiqarmaslik uchun shu odamlar o'tirib nasihat qilgan joylarda shularga nom qo'yamiz dedi. Juda chiroyli so'z bilan kelib kelyapti. Ularni dedi toshi, yovuzli daraxti yoki bo'lmasam yovuzli do'ngligi deb turib, ana shu 5 ta odamni nomi bilan 5 joyda nomladi. Shayton sekin-sekin usulini qo'llayapti. Birdaniga emas. Chunki bu Alloh taolo aytgan qonuniga, tabiatiga zid ekan. Bir narsani birdaniga bir tomonga burib yuborish. Sekin-sekin bo'lar ekan. Hatto shayton buzish sekin-sekin qilgan. Ana shu 5 ta kishilar kimligini bilgan qavm tiriyada ibodat qilishmoq ularga. Ana shu joylarda sayr o'tkazishdi, ularni gaplarini eslashdi. Endi ana shu 5 ta kishini tanigan qavm o'lib ketgandan keyingi kelgan qavm ilmdan bexabar qoldi, keyin shayton kirib keldi. Bilasizlarmi? Ota-bobolarlar bu yerda nimaga sayr qilib, nimaga qo'y so'yib, nimaga to'planishardi. Ular mana shu toshga yoki daraxtga yoki do'nglikka sig'inardi dedi. Xulosalari birodarlar, shayton buzishlikda sekin-sekin ketyapti. Hadisda aytdik, inna hada dinamatin ta'awul fihi bayn. Bu din dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sahih hadis. Mustahkam og'ir din. Sekinlik bilan kirib kelinglar bunga deydi. Innal munbatta ma ardan qata va la dahran abqa. Zero oqda tinimsiz shoptirayotgan chavandoz tezroq yetyapti, na manziliga yetadi, na oqda qoladi. Musulmonchilik asta-sekin. Eskilarimiz oyat hadisdan xabari bo'lmagan bo'lsa, mana shu oyat hadisdan olingan xulosalarni tushungan ekan shekilli-da. Shuning uchun asta-sekin deb qo'yishgan ekan. Biz endi hozir ikkita narsani o'rganib olib turiblar. Kattalarga gapini olmay qo'yganmiz, yoshlar. Nuh alayhisolamdan keyin butlarga ibodat qilgan mana shu qavm Od qavmi bo'ldi. Alloh taolo bu Od qavmiga ana shunchalik bir taraqqiyotdan tashqari ulkan jismlarni bergan edi. Bo'ylari uzun bo'lgan, badanlari oq bo'lgan, baquvvat bo'lgan. Biz Od qavmi haqida gapiryapmizda, biz Odam alayhisolamni eslashimiz kerak. Bo'yi qanaqa edi? Ma'rama zalal xalqu yanqusu min zurriyat dedi Rasululloh. Ana shu Odam alayhisolam bo'yini 60 metr yaratdimi? Ana shu kundan boshlab dedi Rasululloh, insoniyat kichayib boradi dedi. Bari 20 metr kichayganda ham 40 metrli odam bo'lyapti ular. Jismiga metrlar berib qo'ydik. Bir odamning bilagida shunday ko'proq quvvat paydo bo'lsa, o'zini tuta olmay qolyapti. Cho'ntagida tursan bo'lib qolsa, o'zini bilmay qolyapti. Mana bu qonni havodan xabar olaylik. Bizdan necha metr bo'yida baland bo'lgan, bizdan dunyoda qancha ko'p bo'lgan, lekin Allohga bergan ne'matiga shukr qilmaganda oqibati nima bo'lganligini ko'rishimiz kerak. Shuni boshqa qo'ysalar bo'ladi. Haliga soqotganlar bo'lsa, o'tirib qo'yadi. Sabab naqa havo yetmay qolyapti. Subhanalloh, bu insonni tabiatini ko'ringki, bozorda, guzarda o'tirib olamiz. Ozgina sabr qilaylik, chunki Allohga yo'lda o'tiribmiz inshaalloh. Alloh taolo Qur'onda Od qavmini Hud alayhisalom ogohlantirganligini zikr qiladi. Astagfirullah va zikru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh va zadakum fil khalqi basta va zikru ala Alloh la'allakum tuflihun. Bu Hud alayhisalom o'zining qavmiga aytadi. Eslanglar, Alloh sizlarni Od qavmini Nuh qavmidan keyin, Nuhdan keyin yer yuziga hukmron qilgan edi.
va sizlarni jisminglarni katta qilgani, sizlarni baquvvat qilganida. Allohning ne'matlarini eslamaysizlarmi? Shoyat najot topsanglar, shoyat omon qolsanglar. Od qavmi ana shu davrdagi odamlar ustidan hukmron qavm bo'lgan. Ularning taraqqiyotini yetganligini Alloh taolo mana Hud alayhisolamning tili bilan tasvirlaydi. Atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basun va tattakhiduna masaniya la'allakum takhludun. Har bitta denizga, har bitta baland joyga bekarchilikdan bir oyat qoldirasizlarmi? Ya'ni qurarasizlarmi kerak bo'lmagan uylarni? Va masoniyalarda orasida xuddi o'lmaydigandaqa. Masoniya deganda bu ishlab chiqarish korxonasida ham shunga ham ta'sir qilingan ekan va fandan ham ta'sir qilingan, ta'rif qilingan ekan bunga. Abu Dardo roziyallohu anhu Hindga vali bo'lib kelganda mana shu nasihatni qiladi-da. Uyalmaysizlarmi deydi. Ilm ko'tarilib ketyapti, o'qolmaysizlar deydi. Bu sahobalar bu davrda shu nasihat qilyapti. Sizlardan burungilar sizlardan ko'proq to'plagan edi. Sizlardan ko'proq narsani orzu qilishgan edi. Sizlardan ko'proq qurgan edi. Lekin orzulari g'ururga aylandi, to'plaganlari ziyonga aylandi, qurganlari o'zlariga qabrga aylandi. Haqiqiy davlatda ulamolar 3 ga bo'lar ekan. 3 ta davlat bor ekan. Boylik. Rasmiy boylik kerak bo'ladigan bo'lsa, hayotdagi boylik ekan, o'lim oldagi boylik ekan va qiyomatdagi boylik ekan. Mana bu qonunga o'tganiga qancha yil o'tganligini Alloh biladi. Lekin biz Alloh Qur'onda zikr qilganligi uchun yashayapmiz. Agar Alloh zikr qilmaganda bularni borligini bilmasa ham. U puli bilan, u quvvati borligi bilan bir ishlamayaptilar. Hayotdagi boylik ulamolar aytadi. Allohning toati bilan yashagan odam haqiqiy boy odam. Uni samarasi, o'layotgandagi boyligi la ilaha illalloh bilan o'lishligi. Va mana shu kalamaning samarasi qiyomatda noma'lum amalini o'ng qo'lda olishligi. Alloh taolo shuni nasib qilgan bo'lsa. Va idza batashtum jabbarin. Biror qavm bilan bir urush olib borishsa yoki biror qavmda bir o'zini bir hukmini buzadigan bo'lsa, ularga rahm shafqat qilishmas edi. Chunki ularga dard keladigan qavm o'zi yo'q yer yuzida. Shunaqa zo'ravon xalqlar bo'lgan ekan tarixda. Zo'ravon xalqlar bo'lgan ekan. Ya'ni hozir emas ekan. Ularga oxiratni bo'lganligini ko'raylik. Fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun. Xud alayhisalom qavmga yalanyapti. Ey qavm, sizlar Allohdan qo'rqib itoat qilinglar. Sizlarni ko'rib turgan narsalar bilan quvvatlantirgan Allohdan taqvo qilinglar. Nima bilan quvvatlantirganida? Ne'matlar bilan, farzandlar bilan, boyroqlar bilan, buloqlar bilan. Shuncha narsani olib Allohga shukr qilmaysizlarmi deydi. Har bitta payg'ambar cho'pon bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keladi, payg'ambar bo'lmagan, magar cho'ponlik qilgan deydi. Hikmat shuki, qo'y boqqan odamda u mana shu jonivordan bo'lgan odamda rahm shafqat degan sifat foydalanar ekan. Qo'yga boshqaga o'tib ketmaysiz, og'izni qiynalmayotsa tashlab ketmaysiz, rahm shafqati bor odam payg'ambar qolaydi. Payg'ambarlarga cho'pon bo'lishning hikmati deb ulamolar. Ana shu maxluqotlarga keyincha rahm shafqat qilishlik kerak bu payg'ambarlar. Shuning uchun uyimizda bir ozgina bir jonivorni bo'lishligi, bolalarimizga rahm shafqat degan sifatni tarbiya qilishimizga ko'maklashadigan vosita hisoblanadi. Ne'mat, taraqqiyotda barcha sabablar ularga berilgan edi. Suv, boyroq, farzandlar, mol-mulk, kuch-quvvat, jism, korxonalar. Ya'ni bir inson bolasi olishi mumkin bo'lgan, bir xalq ega bo'lishi mumkin bo'lgan hamma ne'mat bo'lgan ularda. Mana shuncha ne'matni shukrini ado qilishlik o'rniga bu qavm Allohga hamd aytmadi. Bizga berilgan narsa shu berilgan narsani in'om qilgan zotdan to'sib qo'ymaslik kerak. Shuni tushunishimiz kerak. Dadamiz bola topib berdi, bola topib amoratni dadamizni to'q qilmay qo'ydik. Nima qiladi dadamiz? Topib qo'yadimi? Haq bo'larini topib qo'yganda bizga berilgan ne'mat shu ne'matni bergan zotdan to'sib qo'ygan bo'lsa, bu bizning ziyonimizga berilgan ne'mat bo'ldi. Az bo'lib yetgan narsa ko'p bo'lib mashruh qilib qo'ygan narsadan afzal deyiladi.
ko'p bo'lib Allohdan to'sib qo'ygan davlatdan ko'ra ozroq bo'lgan yetib Allohni eslatgan afzal. Bir insonning hayotda bir kamchiligi bo'lishligi bu bandani kamchiligi emas, minusi emas, plusi. Sababi shu kamchiligiga kimdan so'raysiz? Kasalik bo'lsa Allohning ismini kechqurun muhkamaganda. Yetishmovchilik bo'lganda Allohning ismini, endi kasalanma emas. Kamchiligingizdan bo'lmasa Alloh deyishlikka hozir bo'lyapti masalada. Allohillah. Demak, anchuncha hayotdan shikoyat qilmasdan, minglamasdan yashashdan o'ylaydi, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odam keldi, "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham odamlarga o'xshab yashay, men ham jichcha yo'q-yo'q boy bo'lib yashaydi" dedi. Rasululloh nima dedi? "Seni shu kambag'al bo'lib yashaganing yaxshi seni" dedi. Chunki boyib ketsa ko'tarolmasligi mumkin. Ya Rasululloh duo qiling, duo qildi. Nima bo'ldi? Rasulullohning duosi ijobat bo'ladi. Qo'y ko'payib ketdi. Nima bo'ldi? Shaharga sig'may ketdi. Barakat bu Rasululloh duosi. Nima bo'ldi? Zakatga Rasululloh odam jo'natganda zakatni ham bermay qo'ydi. Ko'tarolmay qoldi. Shu odamga kambag'al bo'lgan yaxshimidi yoki boyib ketgan yaxshi bo'ldimi? Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Hazrat Abu Bakr va Umarlar ham Rasululloh olmagan zakatni olmaymiz deb zakatni ham olmagan. Savol: qani shu odam? Hozir qani shu qo'ylari? Va sabr qilib rozi bo'lib yashagan dedi odam ham qani? Ibrat olaylik. Demak, insonning qaysi hayoti holati yaxshi? Hamma zo'r bo'lgan yaxshimi yoki kamchiligi bo'lgan yaxshimi degan savol bo'lsa, javob shunaqa ekanki, Alloh o'rtaga bo'lsa, sizga kambag'alligingiz yaxshi. Yo'q, agar siz qo'lingizda bir davlat bo'lishiga Alloh eslatib, kambag'allik Allohdan to'sib qo'ysangiz, shun boylik yaxshi. Hadis qilishda keladi. Bandalarim bor deydi Alloh. Sog'likdan eslaydi, kasallikdan eslamay qo'yadi. Emasmi? Bandalarim bor, boylikdan meni eslaydi, kambag'allikdan eslaydi. Asli biz birovimiz, ana shu to'g'rilarda xatimimiz. Lekin bitta narsani ana bilaylikki, Allohga eslayapmizmi shukurimizda? Besh vaqt ibodatda turibmizmi? Haromdan qilyapmizmi? Degan eng shirin hayot ekan. Lekin shuncha ne'matga ular Allohga shukr aytishligiga osiy bo'lishdi. Mana aytyapmiz-ku, otamiz bola safni topib qo'yapmiz-ku. استعاذ بالله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة shu darajaga yetdiki, ularning peshanasiga biroz chiqolmay qoldi. Ular ro'parasida daftar olmay qoldi. Dunyosi shunaqa ko'payib ketdiki, qustirib ketishi aytdiki, kim bizdan quvvat ko'proq deb. Alloh taolaning bu nima bo'ldi bu? Alloh taolaga chaqiruvmi bu? Kimi quvvati bizdan ko'ra ko'proq deydi. Hali ana qo'raman, mana qo'raman dunyoda bor-ku. O'zing bitta bir qoplam suvni Alloh bermasa o'zing icha olmaysan. Uxlaganingdan keyin uyg'ona olmaysan Alloh bermasa. Sen shu bir zaif bandasan. Lekin da'vo qilasan. Avalam yaraw anna Alloh allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Alloh javob beryapti. Axir ularni yo'ldan boq qilgan Alloh ulardan quvvat yo'qligini bilmaydi bular. Har bitta odamda u ilmdor bo'lsin, xoh u boy bo'lsin, xoh u polvon bo'lsin, amaldor bo'lsin, undan ko'ra balandroq bir zot borligi esdan chiqib qolsa, uni tug'yonga ketar ekan. Albatta nima bo'lish kerak ekan? Patolog bo'lish kerak ekan ustida. Ustida o'zidan ko'ra ulug'roq bir zotni ko'rish kerak ekan inson. Pastdagilar chapga chalaverganda, u to'ydagilar oyog'idan suzib ketib qoladi. Fir'avn qilgan o'zini qavmi hisoblanadi birodarlar. Chunki nima desa xo'p deyishgan, nima desa xo'p oxir nima dedi? Ana robbukumul a'la. Men sizlarga oliy xudoylarman, ilohiylarman deb oldi. O'shuning uchun bir akamiz boyroq yoki bir otamiz haddidan oshib tug'ilgan ketayotgan bo'lsa, ana shu farzandlari, ukalari nima qilayotgan bo'ladi unga? G'o'zatay tashayotgan bo'ladi tandiriga.
Allohga kofir bo'lgandan keyin Alloh Hud alayhisalom yubordi va ne'mat ziyoda bo'lgan sari qavm kofir bo'laverdi. Alloh taolo Qur'onda mana marhamat qiladi. Astagfirullah. Va ila adin akhahum huda qala ya qawmi abudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Od qavmiga o'zini birodari Hudni yubordik. U aytdi: "Ey qavm, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa iloh yo'q. Afala tattaqun. Qo'rqmaysizlarmi Allohdan?" Va qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahati va inna lanazunnuka min al-kazibin. Qavmni malolari, ya'ni qonni to'g'lari, qonni qursog'i zo'rlab topilganlari malolari aytishdiki, biz seni ahmoqligingni ko'ryapmiz. Biz seni ahmoq deb o'ylaymiz va seni kazzoblardan deb gumon qilamiz. Hud alayhisalom javob berdilarga: "Qala ya qawm, laysa bi safaha, walakinni rasulun min robbil alamin." Ey qavm, men ahmoq emasman. Men sizlarga Alloh yuborgan payg'ambaraman. Uballighukum risolati robbi va ana lakum nasihun amin. Parvardigorim risolatni yetkazib qo'yibman xolos sizlarga. Va men sizlarga ishonchli nasihat qiluvchiman. Awajibtum an ja'akum dhikrun min robbikum ala rajulin minkum yunzirakum. O'zingizning ichingizdan bir odamni sizlarni ogohlantirish uchun Alloh yuborganidan ajabanasizlarmi? Wazkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh wa zadakum fil halqi basta. Islamislarni Nuh qavmidan keyin sizlarni yeringizga hukmron qilmadimi va jismlarni bir ulkan qilmadimi? Allohning ne'matlarini eslanglar, shoir nazar solsanglar. Alloh ularga bergan ne'matlarini eslab, lekin qavm osiylikda davom etaverdi. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ey qavm, bu qilayotgan ishim uchun sizlardan mukofot so'rayotganim yo'q. Mening mukofotim meni yo'qdan bor qilgan Robbil alaminning zimmasida. Axir aqlingiz yuzmaysizlarmi? Ya'ni meni bu gapirgan gapimdan menga foyda bo'lsa, sizlardan haq so'ramasmidim? Mukofotni Allohdan kutyapman-ku, xolisman deyapti bu yerda. Davomiga quloq solamiz. Va ya qawmi istaghfiru robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidkum quwwatan ila quwwatikum ala tatawallaw mujrimin. Sadaqallohu azim. Ey qavm, sizlar Allohga istig'for aytib, so'ngra unga tavba qilinglar-da, ustingizga yomg'irli bulut jo'natadi va quvvatingizga quvvat qo'shadi. Shu yerga e'tibor beraylik. Biz quvvatni ovqatdan istaymiz, biz quvvatni doridan istaymiz, biz quvvatni uyqudan istaymiz. Shunday emasmi? Biz uchun quvvatni boshqa manbasi yo'q. Yedish yurganda yurishni xohlaymiz. Chunki ko'proq yaxshiroq ishlaysan. Ko'proq baquvvat bo'lasan. Alloh taolo unga aytdi, quvvatning manbasi qadaligini. Taqvo qilinglar, quvvatingizga nima qiladi? Eskilarni ko'targan ketmonni ko'tarishlamaydi biz. Ular baquvvat bo'lgan ekan. Sabab bizga o'sha bir mehr bermagan ekan. Allohdan qo'rqib yashagan ekan. Eslaydi ota-bobolarimiz. Allohga bergan kunga rozi bo'lgan ular. Birovga dardini aytmagan aytgan shikoyat qilib. Ibodatni beshar qilgan, mana shu dinga qattiq siqilgan dardan ibodat qilgan, nima qo'yadi? Ro'zada bir yegan hech narsa yo'q, ketmonni arabiy sudini deyapti, og'zini ochib qo'yib ketavergan deydi. Aqling bovar qilmaydi. Bizning aqlimiz bovar qilmaydi. Alloh deyapti, ular nimaga baquvvat bo'lganligini. Nima sabab bo'lyapti? Hozirgi yoshlar avvalgilarda emas. Hozirgilar zaif, avvalgilar o'zi insonni kishiga haq ekan. Endi Allohdan uzoqlashgan taraf Allohdan quvvati. Ali roziyallohu anhu ana shu qasrni qalqon ibnatin davrida sug'urib qalqon qo'ygan bo'lsa hayron bo'lmaslik kerak ekan. Chunki ularda hayot taqvo bo'lganda. Mana shu o'rinda mana taqvoda aytyapmiz, taqvoga ulamolar bir qancha bir ta'riflar berishganda shuna bittasini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Imom Faqiy rahimahulloh aytadi, Allohdan qo'rqayotganligingizni, taqvo qilayotganligingizni 7 alomati bor deydi. Diqqat qiling. Shu 7 alomat bo'lsa, bir inson Allohdan qo'rqayotganligi
unda taqvo borligining bir alomati ekan. Birinchisi, insonda tilida bilinadi taqvo. Tilini kizdan, g'iybatdan, oshchi so'zlardan tiyayotgan bo'lsa, tilini Allohning zikri bilan ovora qilayotgan bo'lsa, taqvoning 7dan biri bo'lyapti bu. Tilni tiygan bo'lsa. Ikkinchisi, qornini saqlagan bo'lsa, harom narsadan. Bu taqvoning 7dan yana bir qismi bo'lyapti. Gapirayotgan gapingizni o'ylab gapirayotgan bo'lsangiz, yeyotgan narsadan kuyda yeyotgan bo'lsangiz. Uchinchisi, ko'zingizni Allohning harom qilgan narsadan tiyayotgan bo'lsangiz. Bu taqvoning 7dan biri bo'lyapti. To'rtinchisi, qo'lini ishida Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, haromga uzatmasdan halolga uzatayotgan bo'lsa. Ehtimol bu o'tirganlarda 7 oyam bordir. Shuni deb gumon qilamiz. Ehtimol ba'zisi bor, ba'zisi yo'q. Agar yo'q bo'lsa, harakat qilaylik bor qilishga. Namoz o'qib qolganingizdan keyin tilingiz og'zini elanib qoladi qing'ir gaplardan. Bu ana Alloh taolo bizga bergan mehribonlik hisoblanadi. Ancha narsani o'ylab qoldingiz. Tijoratingizda shalog'ini gapirib olgan etak bo'lib qoldingiz. Majbur etak qilyapsiz o'zingizni. Bu ham bir yaxshi alomati. Yo'q, namoz o'qiganingizdan keyin ham qo'lingiz ham, tilingiz ham, quloqingiz ham bor joyiga ketayotgan bo'lsa, kechirib qo'yasiz. Bu taqvo degani har bitta a'zoda o'zini o'rni bo'lyapti, taqvo qiladigan. Beshinchisi, oyog'ini ishida Allohdan qo'rqishlik kerak. Harom bo'lgan joyga bu oyoq nima qilishlik kerak? Bilmaslik kerak. Aslida ayyama nahtimu ala afwahihim va tukallimuna biaqwajuluhum bima kanu yaksibun. Bu qiyomat kunida og'izlariga muhr urib, oyoq qo'llarini gapirtirib qo'yamiz deyapti Alloh taolo. Insonni bir gunoh qilganligiga guvoh kerak yo'q ekan. O'zini oyog'i, qo'li guvohlik beradi. Shu oyoq bilan qilganimiz gunohdir. Va oltinchisi, qalbini ishida Allohdan qo'rqishlik kerak. Qalbidagi bo'lgan gunohlar, adovat, gina, kudurat, hasad musulmon birodarlarga nisbatan mana shu narsadan chiqarishlik bilan bo'ladi. Va yettinchisi, qilayotgan ibodatidan taqvo bo'lish kerak. Ibodatida qanaqa taqvo bo'lish? Ibodat o'zi taqvo emasmi? Ibodatidagi taqvosi qabul bo'larmikin degan xavotir bo'lishligi. Ya'ni shu qilayotgan ibodatimda riyo, shirk aralashib qolmayaptimi degan g'amda bo'lishligi. Biz namoz o'qib qo'ydik, bo'ldi, Allohga. Nima deymiz? Xudo shu qarzingizdan qutulib oling deymiz, Xitoyda o'qib oling. Bu Alloh biladi. Hali qabul qildimikin? Endi nima qoldi deymiz? Allohni qabul qilish qoldi deymiz. Qo'limizdan kelgancha qildik. Buning yettinchisi, ana shu qilayotgan ibodatingizda shirk aralashib qolmagan uchun Alloh qabul qildimikin degan qo'rquvda bo'lishi insonning tamomiy taqvoda bo'lishiga belgisi. Bu harom emas, savob ishda shunday tekshirilyapti. Birinchisi tilini, ikkinchisi qornini, uchinchisi ko'zini, qo'lini, oyog'ini, qalbini va qilgan amalini ustida taqvo qilishlik ana shu Alloh taolo aytgan taqvo hisoblanadi. Val oxiratu inda robbika lil muttaqin. Oxirat Allohning huzurida kim uchun tayyorlangan? Taqvodorlar uchun. Inna taqabbalallohu minal muttaqin. Alloh faqat taqvodorlardan qabul qilaman degan amalda. Esimizdan chiqmadi, namoz o'qigan uchun nima deyapti? Taqvo qilgandiki deyapti. Xudo alayhisalom qavmini da'vat qildi, lekin qavm osiy bo'ldi. Vaqtki seni bizni olihalarimizni so'kkanligi uchun ba'zi olihalarimiz seni yomonlik bilan qo'lini tegizib qo'ydi. Shunda Xudo alayhisalom aytdi, guvoh bo'linglar. Va men ham guvohman, Alloh guvoh, men sizlarga qilayotgan shirklardan pokman dedi. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. O'zini qavmini, malolari, shu kishilardagi kofir bo'lishudi, osiy bo'lishudi, yolg'on chiqarishudi oxirat kunida. Kim bo'ladi? Hayotda dunyoda atrofnahum deyapti. Ne'matlantirib qo'ygandik ular deydi. Qonni qursog'ini to'g'ri qilib qo'ygandik. Bu xuddi bizga o'xshagan odam. Bizga aytgan narsani yeyapti, bizga chekkan narsani yeyapti. Agar mana shuni itoat qiladigan bo'lsalar, agar sizlar ziyonkor bo'lasizlar. Axir bu
shular o'lib turpo bo'lib ketganlardan keyin qayta tirilasizlar deb va'da qilyaptimi? Hayhata lima tu'adun. Oho, uzoq bu narsaga hali. Faqat mana shu hayotimizdan boshqa hayot yo'q. O'lamiz va tirilamiz, qayta biz tirilmaymiz. O'lamiz, yashaymiz, qayta hayot bo'lmaydi bu yerda. Oxiri Hud alayhisalom deyotgan gapning oxirgi shu bo'ldiki, qalu sawa'un alayna aw afta an takum min al-wa'izin. Da'vat bir odam menga bu gapning kerak emas, meni tinch qo'y demaguncha bir odamga nasihat qilinaveradi. Qachonki shu gapni gapirgandan keyin bu odamdan soqit qilinadi. Endi bu degani o'shaga bo'guncha taqorish kerak ekan degani emas. Zeriklish emas maqsad. Maqsad shu odamni to'g'ri yo'lga olib kelish bo'lsa, Alloh taolo aytgandek, "Udu ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izatil hasana." Parvardigoringiz diniga hikmat bilan deyapti va chiroyli mau'iza bilan da'vat qiling. Alloh da'vatni qanaqa qilishini o'rgatyapti. Shaharda sen namoz o'qimasang, sen uni xato. Sen namoz o'qimasang, sen hajingga barakatingga ro'zingga qabul bo'lmaydi deb bo'lmas ekan. Chunki haj alohida ibodat, ro'za alohida ibodat, namoz alohida ibodat. Chunki hikmat bilan deyapti Alloh taolo, birodarlar, shunga e'tibor beraylik. Hikmat bilan. Qattiq qolgan mavzuni edishlik oson bo'lmaydi. Unga vaqt kerak bo'ladi, sabr kerak bo'ladi, hikmat kerak bo'ladi. Rast maqsad shu mavzuni edish bo'ladigan bo'lsa, nima kerak? Sindirib yorib osonroq undan ko'ra. Sindirib qo'ymaylik. Qavm aytdi, "Ey Hud, sen bizga nasihat qilasanmi, qilmaysanmi? Biz senga itoat qilmaymiz." Bu Allohdan qolib kelgan gap, biz hech qachon azoblanmaymiz dedi. O'zini qavmidan noumid bo'ldi. Shunda Hud alayhisalom duo qildi. قال ربي انصرني بما كذبون قال أما قليل لا يصبحن نادمين. Aytdi Nuhud, Parvardigoro menga ular yolg'on chiqganligi sababli, meni yolg'on chiqganligi uchun menga o'zi yordam ber dedi. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Har bitta payg'ambardan shu ijobat bo'lgan duosi bo'lgan. Nuh alayhisalom nima qildi? Shu so'radi Muhammad. O'zi yordam berdi, Allohga qo'ydim dedi. Alloh taolo aytdi, "Amma qalil." Ozgina muhlat bor, nadama chekuvchilardan bo'lib qoladi. Ot qavmini Alloh taolo bu ulug' payg'ambarini yolg'on chiqargan uchun qanday azobladi? Tarixda misli ko'rilmagan shamol bilan azobladi. "Vala ya'lam junuda robbika illa hu." Alloh taolo marhamat qiladi. Robbingning qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Shunday emasmi? Biz ichayotgan shu bir jonimizga rohat bo'lgan suv biz uchun ajal bo'lishi mumkinmi? Biz uchun joy yumshoq bo'lib ko'zimizga chiroyli ziynat bo'lib ko'ringan mashinamiz bizga dushman bo'lishi mumkinmi? Bizni qiynalatan ustida olib yurgan yer qiynalatan olib ketyapmiz akalar. Bizni ustimizga yog'ayotgan yomg'ir ozgina ko'payib ketsa nima bo'lishini yaxshi bilamiz-ku. Nimaga Allohga iltijo qilmaydi? Odamlar. Ot qavmini Alloh balolamoqchi bo'ldi va bu qavmga yomg'irni to'xtatib qo'ydi. Quroqchilik boshlandi. Ekin-tikin, meva-cheva, qo'y-qo'zi hayvonlar hammasi o'ldi. Yomg'ir kutishni boshlashdi. Kunlarning birida Alloh taolo mana shu qavmni vayron qilishiga bo'ladigan kunda uzoqdan bir qora bulut ko'rindi. Ular xursand bo'lishdi. Mana uzoq kutilgan yomg'ir keladi dedi. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Qachonki ularga ko'rinib kelgan paytda aytishdi, "Ana kelyapti. Mana shu narsa bizga yomg'ir yog'diradi" deganda Alloh aytibdi, "Balki bu narsa sizlar shoshiltirgan azobdir. Bunda alamli azob bor sizlarga." Tudammiru kulli shay'in bi amri robbiha fasbahu la yura illa masakinuhum kazalika najzil qawmal mujrimin. Parvardigorning buyrug'i bilan har bitta narsani vayron qiladi bu shamol. Va o'zlarining maskanlardan boshqa narsani ko'p. Uyga qochishdan boshqa narsani yarashmay qoldi, bilmay qoldi. Mujrim bo'lgan qavmni mana shunday balolaymiz. Bu shamol ularning o'zlarini, uylarini, ekinlarini, hayvonlarini hammasini vayron qildi. Bu sifat, bu shamol sifatini Alloh aytadi: "Va fi 'adin idza arsalna 'alayhim ar-riha al-aqim ma tazaru min shay'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramin."
Bu shamol shunday bo'ldiki, nimani bor bo'lsa, ja'alaqu karramin. Rominda kul yoki turpoq aytiladi. Kul qilib turpoq qilib chashib tashadi. Nima deyishganida bular? Bizdan ko'ra kuchi borroq, biznikidan ko'ra kuchi biroq kim deb turib, o'zlaricha haddan oshgan bo'ladi. Alloh aytdi, aql ularni o'rdan bor qilgan Parvardigor ulardan kuchliroq ekanligini bilishdimi? Ana shu Allohning o'zidan chiqarib qo'yganligini boshlanar ekan bu narsa. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في جو نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. Orqaga payg'ambarning yolg'on chiqildi. Meni ogohlantirishim, meni azobim qanday bo'ldi deb Alloh. Albatta biz ularga sorsor shamolini nahsi yomonligi davomiy bo'lgan kun yubordik. Insonlarni xuddi tomiridan uzilgan xurmo daraxtidek sug'urib ketardi dedi. Bu shu qadar bo'ron bo'ldiki, odamlar xuddi ana shu sug'urib olingan xurmo daraxtiga o'xshab qolishdi. Ularning jismlarini imkonligiga qaramasdan shamol shuni ko'taradi-da, havoda bir alamli yerga burilganda atarab chiqib ketardi. Kallasi uzilib ketar, chashilib ketardi. Alloh taoloning qudratini oldida 200 metr bo'lganda ham bo'yi. Qo'lidagi Qur'on sahifasi osmonga chiqqan bo'lganda ham Alloh taoloning huzurida bu hech narsaga arzimaydi. Shu gapimiz wala ya'lam junud robbika illa hu. Parvardigoringning qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Mana bir kun bo'ldi, shamol bo'ldi. Mana kecha yomg'ir yog'di. Qanchalik ojizligimizni, qanchalik noto'g'riligimizni tushunsa bo'ladi. La ilaha illalloh, la havla va la quwwata illa billah degan boshqa narsa yaramay qoldik. Endi emasmi? Yig'inmagan holimiz nima bo'ladi o'ylaydi-da. Yuragimiz to'xtab qoladi. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Haqqasida aytadi. Bu shamol 1 soat bo'lmadi, 2 soat bo'lmadi. 7 layali va 8 ayyam, 7 kecha 8 kunduz o'tdi bu shamol. Kechagina bo'yida kechagina qattiq 2 soat yoqqan nima bo'lardi? Bir hafta yoqqan nima bo'lardi? Bu shamol birodarlar. Odamni ko'tarib yerga urganda, uylarni qo'rqitib tashlagan shamol 7 kecha 8 kunduz esdi. Fahal taralahum min baqiya deb aytadi. Biror narsa qoldi ulardan dedi. Ya'ni bir qiziqarli joyi shuki, shu balo kelgan paytda Hud alayhissalom va mu'minlar bir uyda o'tirishgan edi. Shamol unini pachaqladi, bunini pachaqladi, Hud alayhissalomga tegani yo'q. Ya'ni Alloh taoloning buyrug'i bilan buzgan edi bu shamol. Bu gap qo'yib ketgani yo'q. Hudni u bilan birga bo'lgan kimsalarni biz o'zimizga rahmatimiz bilan qutqarib qoldik va yolg'onchi bo'lgan, biz oyatlarimizni inkor qilganlarda oxirini kesdi Alloh taolo. Mana allati lam yuxlaq mithluha fil bilad ya Alloh taolo. O'lkalarning ichida, xalqlar ichida bunaqa qaytib yaralmadi deyapti Alloh taolo. Mana shuni yo'q qilib tashadi. Oz qonidan keyin ulamolar aytadi, bunaqa qilgan jismli odamlar yaralmagan ekan, kichish, tezlashib ketgan ekan. Xulosa olaylik. Alloh taolo ne'matni beraverar ekan. Shukr qilsa ziyoda qilaman der ekan, inson haddidan oshgan paytda Alloh taolo shunday balosini azobini berib qo'yadi. Bizda ne'mat bormi? Bor. Biz shukr qilyapmizmi? Shukr qilishligimiz ham birodarlar, Alloh tavfiq bersa bo'ladi. Shukr qilishlikni ham Alloh loyiq qilgan bandasiga beradi bu narsa. Men tilim bilan aytgani bo'ldi emas. Allohdan shukr qiladigan bandalardan qilishni so'raydi. Payg'ambarlar so'ragan, meni shokir bandalaringdan qilgin deb. Alloh taolo ne'matiga shukr qilganlardan qilgan bo'lsin. Oz qavmning intihosi shu bo'ldi. Mo'minlar mana shu vayron bo'lgan xalqdan keyin shu yerda bir muddat yashashdi. Hud alayhissalom vafot etdi va Hadramotga ko'mildi. Tarixda shunday xalqlar bo'lgan ekan. Biz bizdagi iymon degan ne'matni qadrini bilish uchun tarixni bilmas ekanmiz, bugungi kunimizga qadriga yetmaymiz. Inshaalloh keyingi suhbatimizda Solih alayhissalomning qissasini gaplashamiz. Qavmlar o'zlari talab qilgan mo'jiza, o'zlari talab qilgan, o'zlari xohlagan sifatga ega bo'lgan mo'jizani so'rab
turgan paytda Alloh berganda ham iymon keltirmadi qavmlar. Balki so'yib deb qo'yishdi bu mo'jizani. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo mana aytilgan mo'jizalarga amal qilishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Va qilayotgan amallarimizga Alloh taolo bir ixlos bersin. Chunki ixlos bo'lmasa, amallarga Alloh taolo qarab qo'ymaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrohmanirrohim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu innaka antal 'allamul ghuyub. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه أجمعين.